Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bo'lsin, zo'ri bo'lsa, mana shu gelikka biza yarim yil oldin yig'dirgandim. Men o'zim yig'ib, konfiguratorlarni tanlab yig'ganman. Maksimalni navorot qilib olib kelganman. Niyatim shaharda bunaqa gelik bo'lmasin deb niyat qiluvdim. Mana birinchi bo'lib kirsam mana shu. Niyatimga erishdim deb o'ylayman. Polni full mashina. Citron Brown Magna. Rangini o'zi eng qimmat rangi. Bundan в принципе shaharga bitta olib kirganman, etib olib kirganman, boshqa ko'rganim yo'q. Salonni aytadigan bo'lsak, kombinirni salon qildirtirdi. Qizil qora ko'rganman, oq qora ko'rganman, lekin qoraga jigarang ko'rmaganligim sababli mana shunaqa salonni zakaz qildi. Remenni variantidan qizil bor edi, qora bor edi, sariq. O'sha eksklyuzivniy bo'lsin deb sarig'ini zakaz qilgandik. Shaharda navorotlarni ichida ko'rmadim bu geliklarda. Mana bunaqa yaxting deb aytiladi, bu palubniy bagajniki juda приятный narsa, bir ochganingizda ko'zingizni quvontiradigan narsa deb bilaman. Kimga qiziq bo'lsa, hurmatli obunachilarimiz, narxi 365 ming. Ishoninglar, o'zi себестоимость juda qimmat tushdi bunaqa navorotlarda. Aloqaga chiqinglar, e'tibor uchun rahmat.